Alisher aka, Nima? oq suhbatga kelgan. Zarina, To'rabaga Bo'lmasa chaqirib, birinchi xotin-qizlarni qo'ying. Xotin-qizlar. zapsni boshladim, zaps qildim. Birinchi xotin-qizlarni qo'yib barvaqt javob bering bo'lmasa. Hech kim qolib ketmasin. Ho'p. bosqichi bo'lyapti. Suhbat bosqichini to'g'ridan-to'g'ri boshqarma oladi. Hech qanday o'limni aralashishi yo'q. Argusga zaps qilib tashlanadi. O'zimiz tuman hokimiyatidan ham bo'langan. Bu yerda ochiqlik va shaffoflikda bo'ladi. Hech qanaqa bir tanish-bilishchilik yo boshqa. Bir kishi qoladi. Hozir 15 kishi suhbatga aytilgan bo'lsa, atiga 6 kishi suhbat bosqichiga keldi. Qolganlar endi o'zini ixtiyoriga ko'ra kimlardir yosh xohlovchi bir kishi o'tiradi. O'zlaringiz tanishtirasizlar. Nom familiyalaringiz, qaysi mahalladansizlar, nechinchi yilsizlar. Boshqarma tomonidan savol beriladi. O'sha savolga aniq vaqtda javob berishlaringiz kerak. Boshqa hech kim aralashmaydi. Savol berilganda. Suhbat jarayoni to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanaliga tiziladi. Biz oldin bilet qilardik, bilet shaklida edi. Biletni xohlovchi olardi, 5 ta savol bo'lardi. Savolni o'qirdidan keyin o'ylash uchun vaqt berilardi. Buni faqat bo'lim tomonidan qilinardi. Qandaydir mana sizlarga o'xshagan kelib turib norozichiliklar bo'lgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri buni faqat boshqarma endi kattalarga aytilishi boshqarmani o'zi oladi. Agar kimda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, boshqarma bilan borib yechimlaringizda qilasiz. Hozir xohlovchi bir kishi qoladi, qolganlar tashqarida yurib turadi. Bitta-bitta keyin kiramiz. Mustafayeva Shahlo Shuhratini 1993 yil 22 noyabrda tug'ilgan. Hozirda Samarqand shahar Urguti mahalla fuqarolar yig'inida suhbat. Ma'lumotingiz Ma'lumotni tugallanmagan oliy. tugallanmagan. Ha, Nechinchi bosqich? 3-bosqichda. Kunduzgi Sirtqi Samarqand iqtisodiyot servis instituti. Alisher aka boshlaymizmi? Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Avvalambor, nima uchun Samarqand shahariga vakansiyalar chiqqan topshirmadingiz? Saylov tumaniga topshirdingiz. Yana Aha. Samarqand shaharida suhbatga kirib ko'rmagan maqsadda. oxirgi vaqt topshirganimda mahalla tugatilgan hisobiga suhbat bosqichi amalga oshirilmadi. Xuddi shu mahallalarga yana mahallalar tugatilmayotgan bo'ldi. Suhbat bo'lishi mumkin. Men endi aytmoqchi bo'lganim bu suhbatdan tashqari savol. Ayol kishisiz baribir yurak bilib ketish, Xonchorbog' mahallasi aynan sizga borish kelishingiz uchun oilangiz, sharoitingiz, xo'jayiningiz qo'yadi, nima bo'ldi? Bunday bo'ldi. Albatta, men Yandex programmasi orqali tekshirib ko'rganimda Registonda uyimdan 17 minutlik yo'l ekanda. Taksilar. Misol uchun yetakchi faoliyati shundayda, o'zimizda bir shiorimiz bor, yoshlarning bo'sh vaqti yetakchining ish vaqti deydi. Soat 10da, 12da tadbirlar bo'ladi, gulxan atrofida bo'ladi. Jinoyat sodir qilsa yosh bu har bir yoshlar yetakchi shu yerda bo'lishi kerak. Shunaqa faoliyatlar bo'lganda siz kela olasizmi? Xo'jayingiz qarshi bo'lgan? Albatta. Tushundim. Xo'p, yoshlarga oid qaysi qonun qarorlarni o'qidingiz? Men 92 sonli prezident qarorini o'qiganman.
Yosh, Buni yosh deb kimga aytilar ekan? tushunmadim. Yoshlar kimga aytiladi? Yosh deb kimga aytiladi? Yosh deb 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga aytiladi. Misol uchun man 30 yoshga to'ldim, lekin 31 ga kirmadim. Yoshmanmi? 30 yoshga kiradigan yilingiz yosh hisoblanasiz. Kiradigan yilim. Misol uchun man 10-chi, mana bugun 13-islo bo'lsa, bugun 30 yoshga to'laman. Yoshga kiramanmi ertaga? Bas. Shu yilga kirasiz, shu yil hisobiga dekabrgacha. Shuning uchun men savolimni chuqurroq berganim, siz aniqroq javob bermayapsiz-da. Fuqaro 30 yoshga kiradigan yili ham yosh hisoblanadi. Javob. Javobingiz shumi? Yo'q. Javobingiz noto'g'ri. Yosh deganda 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan fuqaro yosh sifatida ro'yxatga olinadi va yosh sifatida ko'riladi. Men birinchi navbatda aynan shu javobni aytdim, keyin 30 yoshga kiradigan yili ham o'sha yosh hisoblanadi deb aytyapman. 14 yoshga to'lgan degan, 30 yoshdan oshmagan degan jumlani aytmayapsiz, birinchidan. Ikkinchidan 30 yoshdan oshgandan kirmaydi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari deb aytdim. Sharhlar bitta narsada ga, va degan tushunchalar qarorda juda ko'p rol o'ynaydi. Misol uchun siz hozir 35 yoshgacha yoshlar yetakchilik faoliyatiga ishga qabul qilish mumkin-da, gacha, ya'ni 35 ga kirsa mumkin emas. 35 gacha degan javob. Shunda Shuning uchun ga va qo'shimchalari juda katta rol o'ynaydi. Hop, ikkinchi savol. 92-savolni qarorda o'qidim dedingiz. 92-savolni qarorga asosan yoshlar yetakchisi, ya'ni namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanday mukofotlar bilan taqdirlanadi? ko'krak nishoni edi. Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanar ekan. Keyin har nimada yil yakunida bir martalik o'sha oylik miqdorida premiya beriladi. Bo'ldimi? Shunday. Zaxira kadriga kiritilmaydimi? Kiritiladi. Yanachi? Shu bilgan. Siz to'liqroq javob bering-da. O'qiganman deganingiz uchun men savol beryapman. 92-savol qarorida o'qidim deganingiz uchun. Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Bir yil davomida o'sha 100 kishimi shunaqa nimaga kirgan bo'lsa, eng yaxshi yoshlar yetakchisiga kirgan bo'lsa, bir martalik o'sha oylik ish haqqi summasi miqdoridagi premiya bilan taqdirlanadi. Endi davlat xizmatchisi milliy bazasiga ham kiritilsa kerak. Birinchisi, bir oylik ish maoshi miqdorida bir martalik pul mukofoti, Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni, zaxira kadrlarga kiritiladi. Yana bitta imkoniyati bor, hali yetakchilar foydalangan emas. Bu subsidiya olayotgan bo'lsa, uy-joyga tavsiya beriladi. Qoplab beriladi ma'lum qismi. O'qiganimiz shunaqami? Ko'pligi haqida ma'lumot berganlarda men bildim. Xo'p, uchinchi savol. Uchinchi savolingizdan qisman bo'lib o'tamiz. Uchinchi savol. Yoshlar yetakchisi oylik maoshi, ya'ni qanday oylik maosh oladi? Demak, yoshlar yetakchisi mahalladagi fuqarolarning soniga qarab oylik maosh oladi. Bunda 1000 kishigacha bo'lganda
eng kam oylik ish haqining 5 baravarigacha, 100 bitta o'zi bo'lsa eng kam oylik ish haqining 5,5 baravarigacha, undan ko'prog'i eng kam oylik ish haqining 6 baravarigacha oylik maosh oladi. Boshqatdan qaytaring. Mahalladagi fuqarolarning soniga qarab, Boshmang. Javobingiz shu bo'ldimi? ha, Javobingizni yakunladingizmi? shunday ham. Javob noto'g'ri. Savol javobi mahalladagi xonadon soniga nisbatan olinadi. 1000 barobar emas, ya'ni 500 dan boshlanadi. 500 tagacha xonadon bo'lganlarga 5 barobar, 500 bittadan 1000 tagacha bo'lganlarga 5,5, 1000 tadan ortiq bo'lganlarga 6 barobar miqdorida ya'ni oylik maoshi to'lab beriladi. Men prosta adashib ketdim hozir. Hayajon bo'lsam, lekin aniq bilaman. 5 barobar va 6 barobarligini bilaman. Bu xonadon soniga qarab nisbatan hisoblanishini adashtirib yubordim. Son deb. Yana qaysi qarorda o'qigansiz? Qaysi yo'nalish tugatgansiz? O'qiyapsiz. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. Soliq ekan bittamiz. Mutaxassisligim bu o'rta maxsus soliq, hozir marketologman. Oliy. Iqtisodchida, ha? Iqtisodchi marketolog. Tarix otasi Gerodot deydi. Iqtisodda otasi kim? Iqtisodning otasi Qo'yapsiz, lekin o'zingiz yo'nalishingizdan savol bering. hozir. Bu kishi ham hisobchida, to'g'ri. Iqtisodning otasi. Ismini kim aytdilar? Nimaga? O'tyapsizlarmi? Barakatmiz, men juda yaxshi o'qiyman. Ma'lumotlar tarixiy fanini o'tyapsizlarmi? Baba? Iqtisodiyot ta'limotlar tarixi degan fan o'tyapsizlarmi? Yo'q, hali bu fan o'tilmadi. Nazariya asoslari o'tildi. Nazariyasida ham asos solgan shaxs shu. Ko'rinmas qo'l nazariyasi bor, shu odam asos solgan. Esimga kelmayapti lekin. Fiskal ko'rsatuv nimaga aytiladi? Javobini topolmadingizmi? Yo'q. Adam Smithni eshitganmisiz? Eshitganman. Mana shu odam. Rahmat, menda 4 ta savol bor, qolgan savolga ishlaymiz. Buradan aytib ketaylik, 4 ta savoldan ikkitasiga qisman javob berdingiz, ikkitasiga javob bera olmadingiz. Yoshlar agentligi loyihalari. Yoshlar agentligi loyihalari bu birinchisi men biladiganim, o'zim ham foydalanganman, Yurak farzandlari. Bu ham loyihaga kiradimi? Kiradi. Keyin yosh kitobxon loyihasini bilaman. Keyin Yoshlar agentligi loyihalari. Kiradi, 92-qaror bo'yicha yozilgan. Neden? Yok, kitapxon deyapsiz. Yo'naltirish haqida yozilgan. Kitoblar kiradi, Busquets kiradi. Bekvalona kiradimi loyihaga? Olmo'sku. Hayır, kiradi, bu ham bir loyiha bu o'zimizni tegadi. Boshidan oxiri yo'naltirilgan bo'lishi kerak degan emas. Farzandlari, mutolaalar, ustuvor shagird. Mutolaa. Loyihalar. Bu kitob o'qish loyihasi. O'sha doirasida shu vaqtiga chiqib javob berardi. Demak, loyihalar to'liq aytib bera olmayapsiz. Faqat bilayotgan farzandlari to'g'ri yosh chopqonni qisman olib kirsak, lekin yo'qotishlar agentligi tashkil etishdan oldin paydo bo'lganda
yosh kitobxon bo'ldi. Ha, bilaman. Yoshlar ittifoqi davrida qo'yilgan. Endi bu yoshlar ishlari agentligi degandan keyin agentlik tashkil topgandan so'ng paydo bo'lgan loyihalar sifatida endi aytiladi. Misol uchun bizni tashkilot o'zini ijod mahsuli bo'lmay turgan narsani bizni o'zimizni loyihamiz deb aytishimiz mumkin. Men To'g'ri, yoshchimi shunaqa ham kiradi. yoshlar loyihasi tuzilish desa yosh kitobxonni kiritsa bo'ladi yosh kitobxon. Agentlikning bevosita o'zini tashkil topgandan keyin asos qilingan loyihalar Hisobda mana bu loyihalar Qizlar akademiyasi bor, UzChis bor, Mutolaa bor, Sonli Ay bor, bu ibrat farzandlari bor. Bu siz bu narsaga topshirgandan keyin bu hozir hamma joyga bom urilayotgan narsada shuni bilish kerak. Qaysi kitob o'qigansiz eng oxirgi marta? eng oxirgi marta O'tkir Hoshimovning Nur borki soya bor kitobini o'qidim. Nur borki soya bor degan kitobni o'qigansiz. Daftar hoshiyalarini o'qiganmisiz? Daftar hoshiyalaridagi bitiklar O'tkir Hoshimovning tegishli. Yo'q, o'qimaganman. Qisman o'qiganman. U menga ko'proq roman o'qish yoqadi-da. U har joydan parcha-parcha hayotiy voqealar asosida ekanligi uchun uncha qiziqmaganman. Yoshlar yetakchisini vazifalari bu. O'sha vazifalarni sanab beribman. Qanaqa vazifalar bu? Yoshlar yetakchisi avvalo o'sha 9 insonni qaror bo'yicha belgilangan vazifalar. 9 ta vazifasi bor. Shuni mahalladagi asosiy, ikkitasi o'zini ustida ishlaydigan vazifalar. mahalladagi yoshlarning bazasini shakllantirish Yoshlar balansini va shakllantirish. balansini shakllantirish. Endi yoshlar daftariga o'sha bankga muvofiq keladiganlarni yoshlar daftariga kiritish. Yoshlarni sport o'yinlariga jalb qilish. Keyin milliy, ma'naviy qadriyatlarimizga asoslangan teatr, adabiyot, shunaqa sohalarga yo'naltirish, jinoyatchilikka moyil bo'lgan yoshlarni aniqlash, ularga ko'maklashish, yaxshi yo'lga kirishida. Keyin vertikal ravishda o'sha o'zining biriktirilgan mahallasidagi yoshlarni o'sishiga, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan. To'g'ri yo'nalishga ketyapsiz, lekin qaysidir maqsad tomonidan to'g'ri ketyapsiz, lekin aniq baribir bu yerda yozib qo'yilgan tartib qoida bilan aytyapsiz. Xo'p, bitta shaxsiy rivojlanishni aytibman, nima qilish kerak? Shaxsiy namuna ko'rsatish kerak. Birinchi o'rinda endi muomala madaniyati jihatidan. Har oyda bitta kitob o'qib, bitta tilda o'rganishga beriladi. Men har oyda o'qishga kitob o'qib tashlayman. Endi o'zimizda aytayotgan so'ragan vazifani aytyapman. Rahmat. Suhbat uchun javobini Abdusinga Ayollar endi opa suhbatga kelyapsizda, sen bunday bir davlat xizmatchisi deganlarga davlat xizmatchisi vazifasini monand holatda kiyinib kelish kerak. Haqiqatdan bu hozirgi olmoq kerak. O'zingiz tanishtiring. Qahhor va Shalola. Qahhor. Qahhor va Shalola. Aha. Yo'q. Qahhor va Shalola. Va Shalola. Tayloq tumani, Bog'lon qishlog'i, Fayzobod mahallasida turar joyim. Ma'lum. Ma'lumot oliy. 2015 Samarqand davlat universitetini bitirgan edim. Nima uchun aynan bu Xonchoq mahallasida joylashgan bilasiz? Sochoqda. Aha. Xo'p. Hozir aka boshlayapmizmi savol-javob? Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod. Qaysi qonun qarorlarida o'qidingiz yoshlarga oid? Yoshlarga oid Bugun suhbatga kelyapsiz, qayerga ishga kiryapman, o'zim nima ish qilar ekanman, ertaga ishga kirsam qancha oylik olar ekanman,
bajara olamanmi o'zi yo'qmi, oyligi yetadimi yo'qmi degan savollar bo'ladi-ku baribir. O'qidingizmi, o'qimadingizmi? Qonun qarorlarida o'qiganim yo'q. Hop. Bo'lsa birinchi savol. Registon ansamblini kim qurgan? Tarixchi ekansiz. Ravkaz Bahodir. Qachon? Faqat Davlat Bahodirni qurganman. Yo'q. Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Registon ansamblida Yalang'och Bahodir bo'lgan. Ansambl deyapman. Registon maydoni ansambli Yalang'och Bahodirga bog'lanadi. To'g'ri, lekin qachon? Tarixchi bo'lganingiz uchun men sizdan chuqurroq so'rayapman. Tushunmadim. Tarixchi bo'lganingiz uchun sizdan chuqurroq so'rayapman. Bu haqida film, teatrda haligilar ishlandi. Kino ishladi, Yalang'och Bahodir. Samarqand viloyati hokimi. Kim bo'lgan o'zi Yalang'och Bahodir? Rahmat. Ikkinchi savol. Yosh deb kimga aytilarkan? Man siz yoshlar agentligiga, yoshlar yetakchisi faoliyatiga topshiryapsiz. Yosh deb o'qigandirsiz. O'zbekiston Respublikasida tug'ilgan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar yoshlarni tashkil etadi. Shunga javobingiz? Qo'shimcha qilmaysizmi? Javob noto'g'ri. 14 yoshga to'lgan, 30 yoshga qo'shmagan yoshlar yosh deb ataladi. Uchinchi savol. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasi 2030 strategiya bor, 2030 strategiyasi. Nechta maqsad, nechta vazifadan iborat? Har kun televizorda, radioda, gazetada, Telegram kanallarda, rasmiy kanallarda aylanadi. Nechta maqsad, nechta vazifasi bor? Nima ish qilasiz o'zingiz? Nima ishlaysiz? Maktabda dars berganman. Hozir bekor. Hozirgi kunda nima ish qilasiz? Hozirgi kunda ishsiz. Shuni o'qiganmisiz? Bilmay ekanman, so'rab ber. Uchinchi savolga javob berdingiz. 5 ta maqsad, 3 ta vazifasi bor. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev oxirgi qaysi davlatga tashrif buyurdi? Rasmiy tashrif bilan qaysi davlatga bordi? Rahmat. O'tgan savolga javob berdingiz. Manda savol yo'q. Marhamat. Xo'p, opa, Argusdan javobni olasiz. O'zi yozadi javobini. Savollarda e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Ha, savol e'tirozlaringiz yo'qmi? Ha, marhamat. Tashakkur. Keyin chiqarsan, Larni opa. Kiring siz, opa. Kiring. Salom. Kiring. O'zingiz tanishtirasiz, familiyangiz, qayerdansiz, ma'lumotingiz va qaysi sohani tugatgansiz, hozirgi kunda nima ish qilasiz? Bilsangiz. Aytaya. Assalomu alaykum, hurmatli Safar. Assalomu alaykum, hurmatli nazoratchi. Men Parvizgar Islom Shahrida Sheroz qizi. Samarqand viloyati Elor tumani Xo'jaobod mahallasida istiqomat qilaman. 2016-yil Samarqand davlat qishloq xo'jalik universitetini tugatganman. 2016dan 2019gacha.
hozirgi yana faoliyat yuritadigan universitetim Qarshi davlat universitetida 4-chi kurs 2-chi sinfga yo'nalishda Qaysi yo'nalish? biologiya ximiya. Ish lavozimiga kelsak, Samarqand viloyat Nog'ora dispanserida navbatchi hamshira bo'lib ish faoliyatini olib boraman. Shu Qanchalarga boshladingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Yoshlarga oid qanaqa qaror qonunlarda o'qidingiz? yoshlarga oid Aha. yoshlarga oid qoida qonunlar va qarorlar prezidentimiz farmonlariga asosan 92-chi buyruqqa asosan 2022-yilda Yo'q, shoshmang. 92ni o'qidingizmi? mhm, 92 yana qaysi qarorda o'qidingiz? 312 bor. Xo'p, 92-sonli qarorga asosan yoshlar yetakchisi qanday oylik maoshi oladi? Nima ish qilgandan keyin Maosh, oylik maosh. Yo'q, mana misol uchun biz 8 soatlik ishlagan kunimiz uchun oylik maosh olamiz. Yoshlar yetakchisi qanday oylik maosh oladi? Ish haqini yoshlar yetakchisi ish haqini olishdan maqsadi bu mahalladagi yoshlar bilan shug'ullanish. Tushunmaysiz. Yoshlar yetakchisining oylik maoshi qanday shakllanadi? Qanday? Mana misol uchun men faoliyat yuritaman. Mani faoliyat, ya'ni bir kunda 8 soat ishlasam, menga oylik maoshi bir kunlik yoziladi 8 soatlik ish kunim uchun. Yoshlar yetakchisiga qanaqa yoziladi oylik? Misol uchun siz bitta smenada tursangiz oylik olasiz, to'g'rimi? Hamshira sifatida. Bemorlarga qarab chiqqanligi sababli 18 soat ishlasam, shu bemorlar kechqurun bilan ertadan keyin 2dan ertaga 8gacha-da 8 soat yozilishimiz. Shunday, siz har bir smenangiz uchun, ya'ni bir kunligingiz 8 soatlik ishlagan kuningiz uchun olasiz. Maktabda o'qituvchi dars bergan soati uchun oladi. Yoshlar yetakchisi qanaqa oylik oladi? Yoshlar yetakchisi yoshlarni masalan shu nimalarga qiziqtirib maktab emas, yoshlar yetakchisi maktabdagi yosh bolalar bilan ishlaydi. Shu yosh bolalarni to'garaklarga jalb qilish, masalan, ularni har qanaqa kitobxonliklarga jalb qilish, keyin yoshlarni bo'sh qolmasligi uchun shu narsalarga jalb qilgan holda oylik maoshi yoshlar bilan shug'ullanishda ularni har qanaqa nimaga Siyosiy bahslarni aytmang. Oylik Javobingiz shumi? Shoshmang biraz. Javobingiz shumi? Javobingiz noto'g'ri. Yoshlar yetakchisi mahalladagi xonadon soniga qarab, ya'ni 500 tagacha bo'lsa 5 barobar, 500 bittadan 1000 tagacha bo'lsa 5,5, 1000 tadan ziyod bo'lsa 6 barobar miqdorida ya'ni oylik maosh oladi. Ya'ni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori sifatida oylik oladi. Ikkinchi savol. 92-sonli qarorni rostdan o'qidingizmi? ikkinchi qaror sonlimi? Ha, shunda keltirilganda yosh deb kimga aytilardi? Yosh deb 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan araladagi yoshlarga aytiladi. Masalan, 14 yoshdan kichiklariga esa bolalar deyiladi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar yoshlar yoki balog'at yoshidagi yoshlar deyiladi. Buni javobingiz noto'g'ri javobingiz. Yosh deb 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan yoshlarga yo'q so'ralgan. 14 yoshgacha bo'lgan yoshlarga voyaga yetmagan shaxslar sifatida Bolalar deyilmadimi yosh? ularni voyaga yetmaganlar hisoblanadi. Uchinchi savol. 92-sonli qarorda keltirilgan yoshlar yetakchisi, ya'ni namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchilari qanday taqdirlanadi? Ya'ni nima bilan mukofotlanadi? Biz qaytadan 92-sonli qarorda keltirilgan namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanday mukofotlar bilan taqdirlanadi? qanday mukofotlar bilan taqdirlanadi? Yoshlar yetakchisi mahalladagi yoshlar bilan ishlagandan keyin ularni masalan har nimaga
band qilgandan keyin ularni masalan kitobxonlikka yoki san'at, fan'at vazifalaridan kelib chiqqan holda aytaman, shu ishlar bilan band qilingandan keyin yoki Yes, tadbirlash uyushmasi. taqdirlash, Bilasizmi o'qigansiz? mukofotlash. Ha, mukofotlar. O'qiganmisiz, bilasizmi? Men просто joyga qo'ygan. Javobingiz shumi? Yo'q. Javobingiz shumi? Yaxshi ishlagan yosh yaxshi ish olib borganligi sababli. Misol uchun siz yaxshi ishlasangiz sizga premiya beradi. To'g'rimi? Yoshlar yetakchisiga nima beriladi deyapman. Kepak to'lanadi-da ularga. Shumi javobingiz? Javob noto'g'ri. Namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi birinchisi bir oylik maoshi miqdorida mukofot puli beriladi. Ikkinchisi yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanishi mumkin. Uchinchisi zaxira kadrlar tizimiga kiritiladi. To'rtinchisi uy joy olish istagida bo'lgan yoshlar yetakchisiga uy joy uy joyga imtiyozli yo'llanmalar beriladi. To'rtinchi savol. To'qson ikkini o'qimabsizlar? Man просто chalg'ib bo'laman, joyni almashtirishga bo'lganman. Xo'p, to'rtinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi konstitutsiyaning birinchi moddasi nima? Birinchi marta. Alisher aka javob berolmadi. Bana aytavering. Yo, dars bo'lyapti-da yozilsin. Ertaga e'tiroz qilsangiz, mana YouTube'dan ko'rasiz-da. Savollarda e'tirozlar Yo'q, nechta savol bo'ldi? 4 ta savol. Alisher aka savol bersa bo'ladimi? Ha, to'rtta savoldan to'rtalasiga ham javob bera olmadingiz. Savollarni Yoshlar agentligi loyihalarini sanab bering. Agentligi loyihalarini sanab bering. Yoshlar agentligi ishga kiryapti yoki yetakchi? Loyihalari. Bosib ketganda o'sha bo'yicha yoshlar yetakchilari ishlayapti. Loyihalar. Bilasizmi ishdan? 5 ta savol bo'ldi, birontasiga javob bo'lmadi. Javob bera olmadilar. Yana qo'shimcha savol beraylik. Savol bering. Qaysi kitobni o'qigansiz? Kitob, asar, roman. Bironta o'qigansiz? Bironta o'qimagansiz. Sog' bo'lasiz. Javobni olasanmi? Algosga lechkangizda javobi keladi. Bugun kechga ertaga lechkangizda javobini yozadi. Mana. Alisher aka to'rtmen davlatni qoldi yangi davomida. Ishonqul o'zingiz tanishtiring. gapiring, ism familiyangizni eshitmadim. Jamoatlarni sog'lom aqlaslik deganman. Ism familiyangizni aytib yuboring. Ishqilib Lazizbek, 25 yoshdaman. Eshqulov Lazizbek, ha? Aha.
Ma'lumot. Ma'lumotim oliy. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filialida raqamli iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganman. Tashqari nemis tili B1, ingliz tili B2 darajalarim bor. Hurmatli nomzod, qaysi qonun qarorida o'qigansiz yoshlarga oid? Yoshlarga oid qonun qarorlar. Baland ayting. O'qimaganman. O'qimagan. O'qigansiz. Birinchi savol. Yosh deb kimga aytilar ekan? Yoshlik, yoshlar deb, Yosh deb kimga aytiladi? yosh deb 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan aytiladi. To'g'ri. Yo'q, to'g'ri. To'liqroq javob bering. Yosh deb bu 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'smirlar yoshlarga qizlar, ayol qizlar, o'g'illar, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan insonlarga aytiladi. 30 yosh bo'lsam yoshga kiramanmi? Bugun mana 13-chi kuni 30 yoshga to'ldim. Ertaga yosh sifatida qabul qilinamanmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Bilmadim. Shuning uchun to'liqroq javob bering bunda. Savol qisman javob beryapsiz, to'liqmi? Savol javobi 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan yoshlarga yosh deb ataladi. Ya'ni yosh deb ataladi. Ikkinchi savol. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning birinchi moddasi aytib bering. Eskisi Yangi tahrirdagi Konstitutsiya. yangisini bilmayman. O'qimagan. Qachon qabul qilindi yangi tahrirdagi Konstitutsiya? 2023 dekabr oyida. To'g'ri. May oyida. Saylov bo'ldi-ku, haligi bo'ldi-ku, referendum. Sizda yo'qmidi? Bormadingizmi referendumga? Qolmagan. Xo'p, O'zbekiston 2030 strategiyasi nechta maqsad, nechta vazifasi bor? Hamma televizorlarda ham, ertalab radioni yoqsangiz